Assalomu alaykum hörmətli ustozlar. Texim köp narsalarni bilish, texim köp ishlarni qilish va texim köp tushuncha hosil qilish uchun tirishayotgan suyimli do'stlar, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Erkin Sidiq yazmalari 7-qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning qalb xaritasi orqali mengidan unumli foydalanish haqida degan qismini boshlaymiz. Kitap yazguvchi doktor Erkin Sidiq, ovozda Istanbuldan Layla qiz. Kitap o'qilgan kun 2018-yili 12-oktyabr juma. Qalb xaritasi orqali mengidan unumli foydalanish haqida. 2016-yili 2-oyning 12-kuni. Men yaqinda bir qarindishimizdan mundaq bir parcha ilxat topshirib oldim. Naql: Assalomu alaykum bilimxumar apandi. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bizlarni zarur va ehtiyojli bo'lgan maqolalarni yozib, bizni yangi bilimlarga erishtirguningizga ko'p rahmat. Biz shaxsiy sapani o'stirishga sal qaratamiz. Vaqtni boshqarish, yangilik yaratish haqidagi maqolalaringiz dal biz ehtiyojli bo'layotgan bilimlar. Çoğ mengning ishlash prinsipi asosida o'tirg'a qo'ygan tafakkur sxemasi mind map ning qo'llanish doirasi keng hamda çoğ mengning iqtidorini eng cho'ng darajada qo'llang'ili bo'lgan bo'lsa, mushu to'g'riliq maqolangiz bilan ta'minlagan bo'lsangiz, tiningiz salomat bo'lsin. Bu qarindishimiz so'rgan ilm g'arbda bir qadar umumlashgan, jumladan menmu o'z xizmatimda ishlatib turgan bir uqum bo'lib, yuqoridagi ilxatni o'qigandan keyin men turlardan bir oz izlanib baqdim hamda shu ilmning ilmiy asosini tushuntirgan nihoyat obdan mazmunlarni topdim. Mazkur maqolda men shu mazmunlarni tonishtiraman. Inglizchada mind map degan so'zning ma'nosi qalb xaritasi bo'lib, inglizchada mind mapping degan so'zni men qalbni sxemalash deb olaman. Mening mazkur maqolda tonishtirganim ana shu qalbni sxemalash ilmidan iborat. Qalb xaritasi uqumi g'arbda 1960-yillarda nihoyat keng tarqalgan bo'lib, hozirgacha bu ilm haqida xeyli ko'p ilmiy tadqiqotlarmi elib berilgan ekan. Men bu qitim foydalangan maqolalarning ichidagi inglizcha qalbni sxemalash nima uchun unum berdi degan maqolada 13 parcha ilmiy maqola foydalangan materiallar qilib ko'rsatilibdi. Men bu qitimqi izlanish jarayonida ingliz tilda so'zlashadigan kishilar uchun tayyorlangan qalb sxemalashning har xil yumidallari borligini bayqadim. Tuanda mazmunlarni men qalbni sxemalash nima uchun unum berdi birinchi va qalb xaritasidan foydalanib mengizning ijodiy qobiliyati va yoshirin kuchidan to'liq foydalaning. Ikkinchi din iborat 2 parcha inglizcha maqoladan foydalanib tayyorlandim. Muvaffaqiyat, talant, tirishchanlik, fursat. Talant, tug'ma qobiliyat, yetildirgan iqtidor, yuksak qiziqish, tirishchanlik, qat'iy niyat kelish, botir bo'lish, qattiq ishlash, adoqcha bo'shashmaslik, izchil davomlashtirish. 3. Men 1982-yili Xinjiang universitetida o'qiyotgan vaqtda muvaffaqiyat tang talant qo'shilgan tirishchanlik qo'shilgan fursat degan muvaffaqiyat tanglamasini tuzgan edim. 3. Bu yerda men mazkur maqola uchun shu tanglamani ozroq kengaytib, uni bir qalb xaritasi qilib sizib baqdim. 1. Qalb xaritasining foydalari. Men bu yerda birinchi manbadagi mazmunlarni qisqacha tonishtirib o'taman. 1. Radiatsiyalik tafakkur. İnsanlarning miyasi siziqsimon shaklda ishlamay, bir radiatsiyalik shaklda, ya'ni xuddi bir nuqtadan butun atrofga nur chaqnab tarqalayotgan vaqtdagi bilan o'xshash shaklda ishlaydi. Qalb xaritasida uchurlar inson miyasining ashundoq ishlash usuliga mos holda o'rinlashtirilgan bo'ldi. Ya'ni uningda siz tafakkuringizni guruhlang'uchi, bağlıqçı və payda qılğucularını işletiş arqılıq
bir sxema yoki qalb shaklida ifodalaysiz. Shuning bilan bu qalb xaritasi texim cho'nqur ideyalarni barliqqa keltirdi. Qalb xaritasi miyingizdagi ideyalarni tarqitib chiqarib, ularning ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan va rəddlik o'rinlashtirilgan bir narsaga aylantirdi. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, inson miyasi ideyalarni guruhlash asosida ishlash moyil bo'lib, u har bir ideya va saqlangan ma'lumot va yoki uchurlarni boshqa o'nlagan, yuzlagan va minglagan ideya va uchurlar bilan bog'laydi. Ikkinchi, saqlangan ma'lumot memory. Qalb sxemalash jarayoni o'xshatish, rang, ko'rinish va bo'shliq qatorliqlarni muvofiq o'rlashtirish orqali amalga oshiriladi. Qalb tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, xotir qoldirish va yodlash bilan solishtirganda, qalb xaritasi asutish va yodga keltirish jarayonining unumini zo'r darajada o'stirdi. 3. Yangilik yaratish. Qalb xaritasi yangilik yaratishni ilgari surdi hamda yangi ideyalarni o'tirib qo'yish yig'inlarda sizning yangi narsalarni o'ylab chiqishingizni osonlashtirdi. Qalb xaritasi kichik va nihoyatda yaxshi o'rinlashtirilgan bo'lib, u yangi ideyalarni o'ylab chiqish sur'atini tezlashtirdi. Ideyalarning bo'shliqdagi tizish qurilmasi sizning barliq ideyalarni bir vaqtda tez sur'atda ko'zdan ko'chirib, yangi bağlanışlarni oson tushunib, shu asosda sonsizlagan yangi ideya, tafakkur, bağlanış va guruhlashni o'ylab chiqishingizga turtki bo'ldi. 4. O'rganish, learning. Qalb xaritasi ko'ngillik, qiziqarli va kishini ilhomlantirgan o'rganish usullarining biri. Qalb xaritasini yasab chiqishda rang, belge, halqiliq so'z va loyiha jihatga tanlashlar ko'p bo'lganlikdan o'quvchilar o'zlarining yangilik yaratish iqtidorini joriy qildira oladi. Qalb xaritasi yana o'quvchilarning sinfda o'tilgan mazmunlarni hazm qilish iqtidorini o'stirib, ularning ishonchisini kuchaytirdi. 5. O'qitish. Teaching. Qalb xaritasi o'quvchilarning tushanchisini cho'nqurlashtirgan bir unumlik o'qitish quroldir. Qalb xaritasini ishlatish bir dars plani, bir parcha rasm bilan tushuntirgili bo'ldi. Qalb xaritasidan foydalanib, o'quvchilarmi o'zlarining o'qish planlarini o'z erkinligini joriy qildirgan asosda tuzib chiqa oladi. Qalb xaritasining muqim qalbi bo'lmaganligi uchun u sinflarda ishlatishga nihoyat mos keldi. U bolalarning yangi sohalarni tekshirish va yangi ideyalarni boshqalarga tushuntirishga unumli qurolmi bo'la oladi. Balalar uningdan foydalanib, o'z ideyalarini yaxshi tizib chiqa oladi hamda uchurlarni aniq va qiziqarli qilib o'tirg'a qo'ya oladi. Qalb xaritasi balalar o'tirsidagi aloqani ilgari surdi. 6. Doklad. Doklad berganda ko'rish quvvati ishqa selib, hazm qilgan narsalar bilan so'zlashning birlashtirishning foydasi ko'p bo'ldi. Ya'ni og'iz tili bilan solishtirganda ko'z tili texim aniq, ixcham, qiziqarli, kasbiy, ishonchlik va yaxshiroq tayyorlangan bo'lg'achqa, uni tushunish og'iz tilini tushunishdan osonroq bo'ldi. 7. Hamkorlashish. Qalb xaritasi boshqalar bilan hamkorlashib, yangi planlarni tuzish yoki xalqlik projekt turlarini ishga oshirishning nihoyat esil quroldir. Siz u orqali bir guruh kishilarning ideyalarini bir dinamik va ijodkorlikqa boy usulda to'play olasiz hamda ideyalarni bir qalb xaritasidagi muvofiq o'ringa qo'yib, ular ustida ochiq oshkor muzokara elib bora olasiz. 8. Masala hal qilish, problem solving. Qalb xaritasi kishilarning masalalar ustida aniq o'ylanishiga, har xil ideyalar o'rtasidagi munosabatni to'g'ri tushunishga va shu asosda masalalarni hal qilishiga yordam berdi. U sizning bir masalaning hamma taraflarini to'liq ko'rib, shu asosda siz foydalangan tanlashlar ustida yaxshi analiz yurgizishingizni yaxshi imkoniyatga ega qildi. Shundaqla u sizning yangi bilimlarni birlashtirib, uchurlarni logikalik holda o'rlashtirib chiqishingizni
osonlashtirdi. Kishilarning so'l miyasi so'z, logika, san va tuzsizliq jarayonini bartaraf qilgan bo'lib, o'ng miyasi bo'lsa agri siziq jarayon, rang, ritm, ko'rinish va bo'shliqni bartaraf qiladi. Qalb xaritasi so'l miya qobiliyatlari bilan o'ng miya qobiliyatlarini bir yerga yig'ib, ikki miyaning funksiyasini texmi yaxshi moslashtirdi. Shu orqali miyaning ish unumini eng yuqori darajaga ko'tardi. Ikkinchi, qalb xaritasi yasashning qadam bosqichlari. Birinchi, xarita sizishni qog'ozning yoki ekranning eng o'ttirisidan boshlang. Shunday qilsangiz, tarmoq ideyalarni o'zingiz xohlagancha qo'sha olasiz. Ikkinchi, markaziy ideyani bir rasm bilan ifodalang. Chunki bir rasm ming so'zga teng bo'lib, u sizning tafakkurni to'liq ishga solishingizga yordam qildi. Bir markaziy rasm qiziqarli bo'lib, u sizning diqqatingizni bir yerga yig'ishingizni kapolatiga qildi. Uchinchi, o'xshamagan ranglarni ishlating. Chunki ranglar mingiz uchun xuddi bir rasmga o'xshashda qiziqarli bo'ldi. O'xshamagan ranglar qalb xaritasini yangi hayot kuchga ega qilib, sizning tafakkuringizga nihoyat zo'r energiya qo'shadi. To'rtinchi, asosiy tarmoqlarni markaziy rasm bilan tutashtiring. Ondan ikkinchi darajali tarmoq, uchinchi darajali tarmoq qatorliqlarni ishlating. Sizning mingiz gruppalash asosida ishlaydi. Bu ikki va undan ko'p narsalarni grupplashga mayl keldi. Agar siz tarmoqlarni tutashtirgansiz, sizning tushunishingiz va qoldirishingiz ko'p osonlashadi. 5. Tarmoqlarni tutashtirish uchun tuz siziq ishlatmay, agri siziq ishlating. Chunki tuz siziq mingiz uchun bir zerikishlik narsa bo'lib tuyuldi.